Assalomu alaykum barchaga. Bizlar 21 kunlik challengeimizga start berdik. Qani ketdik, go. Men Sevinch Tolipova sizlar bilan bugun darsimizni boshlaymiz. Avvalambor o'zim haqimda tanishtirib o'tib ketsam, men Sevinch Tolipova SIT Content Creator hisoblanaman va SIT Mentor hisoblanaman. Okay guys, boshlaymiz. Sizlar bilan birinchi bo'lib writingdan boshlamoqchiman. Ozgina guys, oson bo'lishi uchun. Chunki bilasizlar, writing bizlarda oson hisoblanadi. Ya'ni qanaqa oson deb savol berayotgan bo'lsanglar, ya'ni skilllar bo'yicha eng osoni writing hisoblanadi. Bugun sizlar bilan writingni ko'rib chiqamiz. Writingning sizlarga oldinlari videolarimda postlar qo'ydim, videolar qo'ygandim. Va writingga aloqador va o'shalarni sizlar birinchi ko'rib chiqishlaringizga maslahat beraman. Shuning uchun ham bugun sizlar bilan salgina qiyinroq mavzuni ko'rib chiqamiz. Bu bo'ladiki, bizlarda modal verbs. Guys, okay. Xo'p, o'zi modal verbs nima, guys? Modal verbs bilasizlar, to что verblar o'zi ikki xilga bo'linadi, ikki turga, guys. Okay. Birinchisi bu auxiliary verb hisoblanadi va ikkinchisi bu main verb hisoblanadi, guys. Okay. Va bularning farqini so'rayotgan bo'lsangiz, qaranglar, auxiliary verb bu bilasizlar modal verb hisoblanadi yokida shunaqa yordamchi fe'l hisoblanadi, ya'ni to dan keyin kelayotgan verb, ya'ni verb to verb deb bizlar aytamiz. Ko'pincha endi men uchun verb to verb deyman, qolganlar bilmadim, lekin men verb to verb deyman. Main verb esa просто verb keladi, oddiygina. Sorry guys. Okay. Qaranglar, просто subject plus verb kelayotgani bu main verb hisoblanadi. Ya'ni verb mana main. Okay. Xo'p, har bittasini shunday qilib farqlaymiz ikkalasini ham. Va bugun sizlar bilan o'zi modal verbs haqida gaplashamiz. Chunki verb to verb oson tema, qiyin emas. Guys, AI qo'shganman, unchalik e'tibor bermaymiz, no, lekin sizlar bilan hozir start qilyapmiz. Xo'p, birinchi bo'lib sizlar bilan modal verbs o'zi modal ekan, ya'ni naqay modal verbs ekan. Ya'ni qanday desam, bizlarni gapimizni yasaydigan modal verbs ekan, ya'ni verb ekan. Va buni bizlar necha xilga bo'lamiz desanglar, qaranglar. Bizlarda bilasizlar can bor. Okay. Sorry guys. So, men ozgina tak okay. Can bor bilasizlar. Tak ozgina. Okay guys. Xo'p, bilasizlar, modal verbsda to'g'ri yozib ketaman guys. Okay. Modal verbsda 6 xilga bo'linadi guys. Bu can, may, must, should, ought to, va needn't. Okay. Bugun sizlar bilan ko'rib chiqayotganimiz can bilan mayni ko'rib chiqamiz. Okay, keyingi safar sizlar bilan must, should, ought to va needn'tni ko'rib chiqamiz. Bugun sizlar bilan can, could, might, might'ni ko'ramiz. Okay. Xo'p, birinchi bo'lib men sizlar bilan coulddan boshlamoqchiman guys. Could va could bitman guys. Okay. Can bilan coulddan boshlamoqchiman. Okay guys, o'zi nima bular? Desanglar, qaranglar, bu ikkalasi ko'pincha bizlarda educational centerlarda, ya'ni bilim bo'yicha bo'layotgan educational centerlarda bizlarda nima deb o'rgatiladi o'zi. Aytiladi, to'g'ri, bu qila olmoq deb sizlarga o'rgatiladi. No, to'g'ri, qila olmoq degan ma'nosi ham bor. Men misol uchun I can swim. I can swim. Men so'z olayman. Like this guys. Ya'ni men hozir yomonlamoqchi emasman, da, to'g'ri deyapman. Chunki deganda shunaqa ma'nosi ham bor. No, lekin sizlar bilan bugun chuqurgacha kirib chiqamiz. Qaranglar. Va yokida bizlarda could nima deb aytadi? Bizlarda could aytadi, to'g'ri, o'tgan zamonda qila olmoq deydi. I could swim. Like this guys. Shunaqa qilib o'rgatiladi bizlarda ko'pincha. Va bugun sizlar bilan chuqurgacha kirib boramiz. Xo'p. To'g'ri, shunaqa ham bor. Birinchisi qila olmoq demaylik guys, okay? Imkoniyat va qobiliyat ma'nosida kelyapti. Okay. Imkoniyat va qobiliyat ma'nosida kelyapti. Xuddi shunaqa guys. Endi ikkinchi ma'nosi nima ekan guys? Ikkinchi ma'nosi bu bizlarda bo'ladiki guys, asossiz taxmin. Ya'ni taxmin qilamiz shu modal verblar bilan. Bilsanglar, agar essaylarda ko'pincha yozamiz, uni o'tib ketamiz, keyin IELTS ga challenge qilganimizda, lekin hozir SAT ga challenge qo'yganmiz. Okay guys, asossiz taxmin hisoblanadi. Ya'ni hozir men misol uchun no. The door is ringing. Ya'ni eshik jiringlayapti. It could be misol uchun it could be postman.
ya'ni postchi bo'lishi mumkin. Bunaqangi sizlarga xat berib ketayotgan postman bo'lishi mumkin. The postman. Okay. Xo'p, AI qo'shganman guys, e'tibor bermaymiz. No, shunaqa qilib yozamiz yokida aytaylik my friend could sing a song. Mani do'stim qo'shiq aytayotgan bo'lsa kerak. Like this. Asossiz taxmin ma'nosida kelyapti. Buni sinonimini bizlar ko'pincha may deb olamiz. Okay guys. May deb olamiz. May ham shunaqa ma'noda keladi. No, lekin ko'pincha bizlar mayni oldin nima deb o'rgandik? Mayni bizlar qaranglar, mayni bizlar ko'pincha so'roqlarda ishlatdik. Ya'ni so'roqlarda ishlatdik. Ya'ni kirsa maylimi degan da bizlar ko'pincha ishlatdik. Okay guys, no like this. No, lekin may bizlarda hozir bu yerda nima kelyapti deb savol berayotgan bo'lsanglar, gapda positive kelsa, positive gapda guys, positive gapda kelsak, guys, bu bo'ladiki asossiz taxmin. Asossiz taxmin deb hisoblanadi. No, misol uchun sizlarga hozir o'tib ketyapman example. I could bitman guys, okay? I could bilan ham bersanglar bo'ladi yoki may bilan ham bersanglar bo'ladi. I may deyolmaymiz. Misol uchun you may no, hozir ko'pincha bu ishlatsak bo'ladi deyapmiz. Misol uchun it may misol uchun it's food. U ovqatini yeyotgan bo'lsa kerak. Like this. Asossiz taxmin. It misol uchun yokida xotki the door is ringing. It could be o'rniga it might be degan bo'ladi. Might ham bizlarda ko'pincha misol uchun o'rgangan edik. Bizlar to'shda nima deb o'rgangandik? Bizlar ko'pincha mightni bu o'tgan zamonda deb o'rganuvdik. No, lekin bizlarda o'tgan zamon bo'lib chiqmadi bu. Okay guys, hozirgi zamon bo'lib ham chiqdi. Sizlarga hozir bu yerda tushuntirishim bitta esimdan chiqib ketdi. Qaranglar, could bilan can'da farqi bizlarda nima? Farqi debman guys, sorry. Xo'p, ekvivalenti, ya'ni ekvivalent degan bo'lgan o'ziga o'xshaydigan, no lekin boshqacha ko'rinishdagi bir xil ma'no, lekin boshqacha shakldagi narsa hisoblanadi. Misol uchun bu bo'ladiki is, no to be deb aytib ketyapman, ochmadim. Bilasizlar, to be ga nimalar keladi? Am, is, are kiradi. Guys, agarda siz ozgina tushunmagan bo'lsangiz yokida guys savollaringiz bo'lsa guys, bemalol kommentariy qismida yozib ketishinglar mumkin guys. Okay, to be able to verb. To be able to verb ga bu sinonim bo'ladi guys. Like this. Sizlarga kelsa misol uchun sizlarga example ko'rsataman. U imkoniyat va qobiliyat ma'nosida keladi guys. Okay. Misol uchun I am able to pay. Misol uchun I'm able to pay for dinner only. Men faqat kechki ovqatga to'la olaman deymiz. Like this guys. Va buni ikkalasini farqi nima? Farqi bor guys. Bu yerda farqi bor, конечно. Farqi bizlarda guys, okay. Farqi bu yerda bu tuslana oladi. Able to formulamiz tuslana oladi. Ya'ni har xil bizlarda present yoki future tenselarga tuslana oladi. Misol uchun agarda bizlar yozayotgan bo'lsak to be plus to be emas, ko'pincha to be o'zgaradi. Misol uchun agarda siz simple ga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, simple da xuddi shunday bo'ladi, o'zgarmaydi guys. Bu o'zgarmaydi. Simple da guys, okay. Simple da o'zgarmaydi. Xo'p, continuous. O'zgina xato yozdim. Okay. Continuous da o'zgaradi. Misol uchun to be plus being o'zgina g'alati eshitiladi, no lekin shunaqa. Plus verb able, able. To qaranglar, to'dan keyin har doim verb bir keladi. Verb bir xuddi shunday formulada bo'ladi. Yokida perfectdachi, perfect, okay. Perfectda esa bizlarda no to be ko'pincha o'zgaradi. Misol uchun was va been pastda. Hozircha men sizlarga bu presentdagini ko'rsatib beribman guys. Present. Pastgina o'zlaringizga homework bo'ladi. Past bilan futureniki oson, просто to be ga teginasizlar bo'ldi. Qolgan joyga teginmaysizlar guys, okay? Xo'p, perfect esa have been able to verb. Endi sizlar bilan perfect continuous esa
o'zgina xato yozdim buni. Okay. Perfect continuous esa bizlarda have been plus being able to plus verb. No, tipa tavo bo'ladi guys. Sizlarga uyga vazifa aytdim shunaqa qilib tuzlash. Okay. Endi sizlar bilan could-ning yana bitta ma'nosi bor. Qaranglar, could bizlarda o'tgan zamonda ham kelgan, future present da ham kelgan bizlarda. Future bilan presentda aytdik, to что bu asossiz taxmin uchun kelgan, yana bitta ma'nosi bor. Okay guys, may esa bo'lib tugadi bizlarda. Endi could-ga yana bitta qaytsak. Qoldirman. Okay. Could-ga qaytayotgan bo'lsak, qaraymiz. Could ko'pincha yana bitta bo'rttirib aytish. Bo'rttirib aytish. Ya'ni, misol uchun men aytaylik, men 5 soat suv ichmadim. Misol uchun 10 litr suvni ichsam kerak. Like this guys. Xuddi shunaqa qilib aytamiz. Misol uchun I didn't drink any water today. I would drink over 10 liters. Okay. Okay, liters. Like these guys. No, liters beribdi, liters bersak ham bo'ladi guys. Xato bo'lmaydi. Chunki bilasizlar, ikkita vod bizlarda ingliz tili ikki xilga bo'linadi, uch xilga bo'linadi. Bu birinchisi britanskiy, ikkinchisi amerikanskiy va uchinchisi avstraliyanskiy bo'linadi guys. Okay. Yokida misol uchun I didn't sleep. I didn't sleep yesterday. Yesterday ni deb yozyapman, yesterday degani. So I could sleep all day. All day. Like these guys. What's happening here? O'sh biz bo'lyapman guys. Okay. Bugun bilan общий qilib uxlasam kerak deb aytyapmiz guys. Like these guys. No, sizlar bilan hozir pauza qilamiz, darsimizni tugatamiz. Chunki deganda bilasizlar, вот bugun faqat shular edi guys. That's it. Thank you so much for watching this video and I hope you enjoyed guys. Goodbye everyone. Take care guys. Bye. Take care.